Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatını bilsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 1 fevral kuni qurultayning umum vakillar yig'inini ochib 2025 yillik xizmatlar va 2026 yil ilib boradigan xizmatlar haqida muhokama ilib bordi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zumrat Erkinning riyosatchiligida ilib berilgan mazkur yig'inda Sharq Turkistonning istiqlol marshi bilan boshlangan bo'lib, oldi bilan qurultay raisi Turg'unjon Alovuddin qurultayning oldingi yillik xizmatlaridan doklad bergan. Arqadan qurultay ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas xonim navbatdagi xalqaro vaziyat va uning Uyg'ur vaziyatiga ko'rsatadigan ta'siri 2026 yilning oldingi 6 oylik xizmat planlari haqida qisqacha to'xtalib o'tgan. Mazkur yig'inda so'z qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi fondining raisi G'ayur Qurbon qurultayning duch kelayotgan qiyinchiliklari, Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasi va Uyg'ur majburiy emgaki masalasini xalqaro kun tartibga akilish uchun bu yil har qaysi Yevropa davlatlarining parlament a'zolari, tadqiqotchilar va qurultay vakillarining qatnashishida Uyg'ur munbiri ochishga tayyorlanayotganligini bildirdi. 2 soatga yaqin davomlashgan bu yig'inda qurultay raisi Turg'unjon Alovuddin apandi 2026 yillik xizmatlarning o'rinlashtirilishi haqida qisqacha to'xtalib o'tgandan keyin bu yig'inga Amerikada faoliyat ilib berayotgan qurultay muavin raisi Zumrat Erkin va Uyg'ur kishilik huquq demokratiya markazining raisi Dolqon Aysomo o'zining ko'z qarashlarini o'ttirib qo'yib o'tgan. Yig'in oxirida qurultayning dunyoning har qaysi joylaridagi vakillari, har qaysi komitetining mudirlari 2025 yillik tajriba saboqlar va 2026 yilda ilib boradigan xizmat planlari va fikrlarini o'ttirib qo'yib o'tishdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlik heyeti Amerikada ilib boradigan bir haftalik lobby faoliyatlarini boshladi. Amerika poytaxti Washingtonda 2 fevraldan boshlab o'tkaziladigan xalqaro diniy erkinlik yig'iniga qatnashish va Amerika parlamenti va Amerikadagi har qaysi tashkilotlar bilan uchrashib, buningdan keyin ilib boradigan xizmatlar haqida muhokama ilib berish uchun Amerikaga yetib borgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zumrat Erkin, qurultayning sobiq raisi va Uyg'ur kishilik huquq demokratiya markazining raisi Dolqon Aysolar Amerikada Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi, Uyg'ur akademiyasining raisi Dr. Rishat Abbas, qurultayning oliy maslahatchisi Ömer Qanat, qurultay ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas, qurultayning bayonotchisi Elshad Hasan Ko'kbera, Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim Idris, Kanadadagi Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining ijroiya direktori Mehmet To'xti va Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining boshlig'i Olim Seytovlar bilan uchrashib, xalqaro strategik kengash yig'inida qatnashgan va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qayta kun tartibga akilish va buningdan keyin o'zgarayotgan dunyo vaziyatida qanday faoliyat ilib berish haqida muhokama yig'ini o'tkazgan. Bu ziyorat jarayonida Uyg'ur tashkilot rahbarlari 31 yanvar kuni marhum ustozimiz G'ulomidin Paxta apandining oilasini yo'qlab ta'ziya bildirish bilan birga uning tuproq beshiga berib duo tilovat qilishgan. Assalomu alaykum. Mana biz bugun G'ulomidin Paxta akimizning ustozimizning uyida bir ta'ziya uchun keldik. 2025 yili vafot etdi. O vaqtda sabablardan bir yerga kelolmagan. Bu qatim Amerikadagi bir yig'in kelish munosabati bilan uy kirib, xodim Gulnar xonimni, bolalarini bir ziyorat qilib, tuproq beshiga chiqib, bir duo tilovat qilib, ustozimizni aslagan bo'ldik. Har qatim biz kelgan vaqtimizda mana mishada qanaqasi qizning suhbatlarimiz bo'lgan eng oxirgi qatim men 2024 oyda New Yorkda bir yig'in kelgan vaqtda ziyorat qilgan doktor Rishat Abbas bilan doktor Mamtimin bilan yana bir qancha do'stlar kelib, yüzünden bir nəhayət yaxşı söhbətlərimiz olğan ən axırı qıtımlıq yüzduranı görüşümüz ötdü. Mana ardın 2 yıl ötken vaxtıda o adam ayrımızdan ayrıldı. Ama qaldığan əsərləri muzeyimə oxşaydıgan bir üye. Bugün yana müşünü ziyaret qılıb, söhbətləşiş. Fırsatımız oldu. Ustazımızın yatqa yeri cennet olsun, nur içinde yatsın. Ailesiga sabır dileyimiz. Bütün söyleyenlerge sabır dileyimiz. Stansimizning ziyoratini qabul qilgan Zumrat Erkin xonimning bildirishicha, qurultay rahbarlari bu haftadan boshlab Amerikada ochiladigan xalqaro diniy erkinlik yig'iniga qatnashib, Amerikada bir yurish lobby faoliyatlari ilib boradi ekan.
Türkiye'nin İstanbul şehrida 30 yanvar kuni Milliy tarix munbiri tarafidan Sharq Turkistondagi milliy qirg'inchilik haqida nomli yig'in uyushtirilgan. Yig'inning riyosatchiligini Uyg'urlarning do'sti, Sharq Turkiston davosiga kuch chiqarib kelayotgan jurnalist, yozuvchi va televiziya programmasi riyosatchisi Xolis O'zdemir qilgan. Xolis O'zdemir apandi bu yig'inda Sharq Turkiston davosining Turkiyadagi vaziyati, Xitoyning Sharq Turkistondagi milliy qirg'inchiligi va madaniyatni vayron qilish siyosati haqida to'xtalib, Türk dunyosi, islom dunyosining Sharq Turkistonliklarga va Sharq Turkiston davosiga ega chiqishning diniy va milliy majburiyati ekanligini eskartgan. Mazkur yig'inga qatnashgan Gollandiyadagi jasur lager shohidimiz va qurultayning taftishi Qalbinur Sidiq o'zining Xitoyning jazo lagerlarida ko'rganlari va Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati haqida guvohlik berib o'tgan bo'lib, bu yig'inga yana qurultayning muavin raisi Abdurashid Abdulhamid, qurultay tantarbiya komitetining mudiri Dilshod Barishchilar qatnashgan. Yig'inga qatnashuvchilar birdek Xitoyning Uyg'ur majburiy amgaki orqali ishlab chiqarilgan Xitoy mollarini boyqut qilishning zarurligini va bu masalaning insoniyatning o'rtaq mas'uliyati bo'lgan masala ekanligini ta'kidlashgan. Dünya Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi va Uyg'ur akademiyasining muavin raisi Abdulhamid Qaraxon Türk dunyosi ustun xizmat mukofotiga erishgan. Abdulhamid Qaraxon apandi Markaziy Anqaradagi Ozarbayjonliklar tarafidan qurilgan Azofli ijtimoiy yordam va madaniyat tashkiloti tarafidan ta'sis qilingan Türk dunyosi ustun xizmat mukofotiga erishgan. Bu mukofot har yili Turkiya va O'rta Osiyodagi Turkiy davlatlarida Türk dunyosi uchun ko'rinarli xizmat ko'rsatganlarga tarqatilib kelmoqda bo'lib, Abdulhamid Qaraxonga Uyg'ur akademiyasi nomida dunyoning har yerida surgunda yashayotgan Uyg'ur olimlarini bir yerga jam qilib, Sharq Turkistonning kelajagi, taqdiri va istiqboli haqida yillardan beri ko'rsatgan fidokorliklarni taqdirlash uchun berilgan. Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamızning tafsilotini sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.